Assalomu alaykum aziz gulshoydalari, yoshlar kuzatuvchilari. Mana bugun celebration. Bundan oldin video qo'ygan edim, bir 15 kuncha oldin. Videoda linkini yana shu video ostida описаниеda qoldiraman. Bir qator ko'rsalaring bo'ladi. Shu aglanimani ceramis toshchalar, mana mayda toshchalar bo'ladi. Shu ceramisga ildiz yo'q paytda ekib, yarim teplичка holatiga olib, suv quyib turgan edi. Hozir mana oradan 15 kundan ziyod vaqt o'tdi. Mana ildizlar rezultati. Lichyozaponda qilganman, lekin lichyozaponda bunchalik darajada ildiz otishmagan edi oldin. Mana yo'g'on shoxi celebration sorti, nima Gollandiyaniki ildiz zo'r otibdi. Mana tez, o'ta darajada tez ildiz otgan. Rezultatini doim qo'ying deb so'raysizlar. Mana hozir rezultatini qo'ydim. Bu endi yana ildiz otib olish uchun yana o'ziga qaytib ekib, yana yarim teplичка qilib qo'yaman. Xudo xohlasa mana bargi chiroyli bo'lib, katta bo'lib ochilibdi. Endi yana mana yangi bargi yozilib olgunigacha ildiz zo'r rivojlanib, bundanda ko'pgina ildizlarga to'la bo'lganda doimiy gruntga olaman yoki shu seramisda tursa ham bo'ladi, lekin doimiy gruntga olgan yaxshiroq. Ildiz chiqarishda mana shu seramis juda ham yaxshi yordam berar ekan. Sinovdan o'tdi. Rezultat sizlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu sortdan kimga kerak bo'lsa, tovarimiz kelyapti. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Telegramimiz Yashil Olam. Linkini qoldiraman. Bemalol qo'shilib, narxlarni kuzatib borsalar bo'ladi.